Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahrining markazida topovoy lokatsiyadan 3 xonali uy topib qo'ydik. Endi esa uyni birgalikda ko'rib o'tamiz. Ushbu uyimiz Buxoro shahar Go'rgaz eski So'g'ondagi 8 qavatli elitli lifli uyning 3-qavatidan polностью zamonaviy tarzda ta'mirlangan uyimiz sotuvga chiqyapti. Bu birinchi xonamiz, mehmonxona. Ko'rib turganingizdek, polностью обой qilingan, u yoqdagi gilamlar to'shalgan hamda bu derazalarimiz akvaplast deraza romlari. Uyimiz dvihkonturli isitish tizimi bilan isitiladi. Hamda pardalar ham qilingan, chiroyli nafis qandillarimiz ham bu yerda dekoratsiya ishlari olib borilgan. Eshiklarimiz zakaznoy MDF eshiklar. Eng asosiysi, eshikdan kirish bilan bu yerga sanuzel, oshxona, mehmonxona, bolajonlar yotoqxonasi hamda родительский spalnya. Koridor ham kattagina, kengina ko'rishingiz mumkin. Endi esa oshxonani ko'rib o'tamiz. Oshxonamiz 6-metrovoy bo'lib, tepadan pastgacha polностью mebel qilingan. Tepada ham misol uchun katta kastrullarlaringizni olib qo'yishingiz mumkin. Gaz plitasi, vытяжка, rakvina barchasi mavjud. Uyimizda hali hech kim yashamagan hamda bu yerda dvihkonturli isitish tizimi ham bor. Hamda oshxonamizdan balkonga ham chiqish mumkin, ko'rishingiz mumkin. Zifler brendidan kir yuvish mashinkasi hamda kattagina muzlatgich ham mavjud. Endi esa sanuzel xonasini ko'rib o'tamiz. Sanuzel xonamiz polностью kafel qilingan, vanna, rakvina, unitas hamda sifatli smetitsalar qo'yilgan. Eng asosiysini aytib o'taman, ushbu uyimiz 3 tomonlama bo'lib, bu yer bolajonlar yotoqxonasi ko'rishingiz mumkin hamda endi esa родительский spalnyani ko'rib o'tamiz. Bu yer esa kattalar yotoqxonasi. Chiroyli podsvetkalar ham qo'yishgan uydan egalarimiz. Uyimizda hali hech kim yashamagan, uyimiz ko'rib turganingizdek did bilan ta'mirlangan hamda endi lokatsiyasiga gap berish mumkin emas. Lokatsiyasi Buxoro shahrining markazi Go'rgaz eski So'g'ondagi 8 qavatli elitli lifli uyning 3-qavatdan 3 xonalik uyni ko'rib o'tdik. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hayotgacha ushbu uyni ijaraga bersangiz, bemalol $400-450 dollargacha tortadi. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat.